Yiyip içer meseleleri, yatak durakları, barış bileti, vize haracatları hemmesi firma tomonidan qoplanib turibdi hozir. Shu o'quv markazimizga kelsalar, shu narsani o'rgatib, shu hunarni o'rgatib, argon so'ralgan yo'nalishimi, argon, avtomat, polavtomat ham bor. Oylik masalasi 2,5 ming dollardan yigitlarimiz undan ham ko'p olib yurganlar bor. Lekin 2,5 ming dollar oylik olib turibdilar. O'rtacha 2,5 ming dollargacha boradi. Jasurbek aka, bozorga ham dam olish yo'qmi sizlar? Assalomu alaykum Farruh bey, yaxshimisan? Yurtdoshlar, assalomu alaykum. Sizlar ham bu yigitlarni bugun bozor kun Turkiyaga ketadigan yigitlarimiz bular. Endi bularni bozor kunida deb o'tirib bo'lmaydi. Bilet chiqqan yigitlardan bular Turkiyaga ketib borib, hozir 25 turbadan urib jarayonib o'tibdi. Shuna tayyorlab yotibmiz bularni. Zo'r. Bu bolalarni biletlari chiqdi, shularni ham aytib o'ting. 6 bola ketib bordi. 2 bola Urganchda uchib ketadi, xudo xolasa. 3 bola, 4 bola Samarqanddan uchib ketadilar. Turkiya davlatidan. Bu ham tarafdan yigitlarimiz bor, kelinglar, ko'rsatib o'ting. Bu yerda meni tayyorlanib turibdilar. Bu yerda 57lik chorniy turbadan urib turibdilar. Bu yerda Nirjevika 57lik turba urib turibdilar. Bu yandan Nirjevikadan. Bu hammasi şu anda yigitlarni xudo xolasa ishlatadigan turbalarni shu yerda ko'nikmasini ko'rsatib o'tibmiz hozir bizlar. Yurtdoshlar, mana bu yerda 57ligini hali yaqinda urib o'tirilgan turbasi. Bu koren urib qo'ydi. Bu ablisovkasi mini 25 turbalar, chorniylarni qalonlikdagi turbalarni ham urishlari kerak. 28lik turba, qalonligi shuningdek, ablisovkalari. Bu materiallar şu anda işletilir axir. Xudo xolasa şu anda şu materiallardan ishlatadigan ko'nikmalar, yana bu yerda har xil prisatkalarda ishlatibdilar. Masalan, meda turbalarni medarak prisatkada, argon siminda, nirjavika sim, qalin, 2lik simlar bor, chorniy, 2-4lik simlar bor. Shuning palajeniyadagi turbalarni, ko'rgan palajeniyadagi turbalarni o'zim men lishni bugun dars berdim yigitlar shuna borgandan keyin qiyinchilik bo'lmasligi uchun. Yandagi har bir ishni o'zingiz bilsangiz Farruhbek sir sinoati bo'ladi. Qachirimni deydi bizdan o'zbek xorazm tilida. Qachirim. Shu qachirimlarni ham o'rgatib, bizlarda nech sir sinoati bo'lsa o'rgatib beramiz. Qo'limizdan kelganicha. Bu daftardagilar nima bo'ladi? Ya'ni shu haqida biroz gapirib o'tdingiz. Bu daftardagilar Turkiyada atomli elektrostansiya yo'nalishi bo'yicha Shidon tek karta deb aytiladi buni. Tek kartada har bir metalni bolalar qalinligini qarab, mana bu yerda metalni diametri, qalinligi, necha standartda bo'lishi kerak, graduslari, hamma narsasi yozilgan. Shu bo'yicha tayyorlaymizdan biz. Zazorov endi Rossiya davlatidan ko'p shogirdlarni ko'ramiz. Rossiya davlatidan ketgan shogirdlar ko'pincha neftni qayta ishlash zavodina gazni qayta ishlash zavodina ketadilar. Shu yerdagilarning standarti boshqacha, tek kartasi boshqacha bo'ladi. Atomli elektrostansiyada ishlaydigan yigitlarniki boshqacha. Turkiyada atomli elektrostansiyada qurilib turibdi. Bu yerniki boshqacha bo'ladi. Demak, sizlar ham amaliy, ham nazariy o'rgatib berasizlar. Ham amaliy, ham nazariy bo'ladi. Zo'r. Ajoyib. Dokumentlarni o'zingiz yordam berasizlar. Dokumentlarni o'zlarim tayyorlashini, yetishmasdan oldin tayyorlashib, hamma dokumentlarni to'plab berishga yordam beramiz. Qo'limizdan kelganicha. Yetishini firma bilan gaplashib, shu borib ishga tushadigan vaqtdan ishdan keyin ham xabar olib turamiz. Qo'limizdan kelgancha kamisi bo'ladigan bo'lsa, borgandan keyin, masalan, tushunmagan yerlari bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali ham yordam beramiz yigitlar. Aha, menda yana bir savol bor-da. Yatak turoq masalalari, yeb ichar masalalari nechta bo'ladi? Yeb ichar masalalari, yatak turoqlari, borish bileti, viza xarajatlari hammasi firma tomonidan qoplanib turibdi hozir. Hozirgi mobaynida bugungacha masalan 2 yil, 3 yil bo'lgan bo'lsa, yigitlar ketib ishlab turganini shu bugungacha hammasini firma o'z tarafidan qoplanib turibdi. Bizlar bu narsalar kalla ortib o'tirmaydi, borib ishlab pulni oladigan. Xudo xolasa hammasi shu yo'nalish bo'yicha argon suvarkani yaxshi mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, murojaat etishlari mumkin. Bemalol qo'llamizdan kelgancha yordam beramiz. Lekin hammasi shu ekzamen jarayoni bo'ladi. Ko'nikmasini shu yerda agar shu atomli elektrostansiyasi bo'yicha ishlab ko'rmagan bo'lsa, tek kartalar aytdim-ku. Atomli elektrostansiyasida zazori 2 mm 0,5 mm qo'yiladi.
Tek kartasında yazılımlar. Neft qayta ishlash zavodlarında 4 mmdan zazor qo'yiladi. Turbani katta kichkina qarab. Lekin biza shuni ko'nikmasini shu yerda yigitlar ko'rib, urib, keyin yetishi imkoniyat borda. Ishlamagan odam baribir bilmasligi mumkin deyman-da. Tushundim ha. Qarang, u hozir siz adashmasam, men hozir avval ishchilar yuvarayotibsiz-ku, masalan, Rossiyada ganda Bangladeshda. Yana Aybekdan yigitimiz bor. Turkiyada ishlayotgan, yana ketib qoldi, xudo xolasa. Zo'r. Endi qarang, agarda avval ishlamagan bo'lsa, bu ishdan vahshiy xabar yo'q bo'lsa, masalan, mening odamlarim, nol odamlarim o'rgatsa bo'ladi. Nol odamlara biza o'quv markazimiz yana bugun uqatnoy bo'lgani uchun o'quvchilarimiz yo'q. Lekin shu o'quv markazimizga kelsalar, shu narsani o'rgatib, shu hunarni o'rgatib, argon suvargan yo'nalishimi, argon avtomat, polavtomat ham bor. Elektrosvarka bor. Shu yo'nalishlar bo'yicha o'qishlar imkoniyatlari bor. Qo'limizdan kelgancha o'rgatib, yuborishga yordam beramiz, ketishlarini, ishga ketishlarini. Ha, bo'ldi, zo'r. Yurtdoshda yana biza texnologik turboprovod bo'yicha montajliklarni ham videolarni qo'yadik. Nomerlarni qo'ymabman. Endi xudo xolasa bu yigitlar ham hozir 40 dona yigit dokument tayyor bo'ldi, yuborildi. Xudo xolasa texnologik turboprovod bo'yicha montajlikda ketadi nasibasi. Hozir argonchilarimiz bilet chiqdi. Bularni biletlarini ham videoning arasida qo'yib o'tamiz. Ko'rasizlar. Ketib qolgan yigitlarni borgandan keyin ham shu yigitlarni videolarini chiqaramiz xudo xolasa. Hozir git operatorlar qachon yetadi? 21 aprelda 23 aprelda. 21 aprel Urganchdan uchib ketadi ikki yigitimiz. 23 aprel Samarqanddan uchib ketadilar. Zo'r. Ajoyib. Hurmatli obunachilar, bizlar podpiska bosmasangiz, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Sizlar uchun shunday ma'lumotlar berib qo'yishda davom qildiramiz, xudo xolasa. Aga, oylik masalasini bir aytib o'tsak. Oylik masalasi 2,5 ming dollardan yigitlarimiz undan ham ko'p olib yurganlar bor. Lekin 2,5 ming dollar oylik olib turibdilar. O'rtacha 2,5 ming dollargacha boradi. O'rtachasi deganda 2 mingdan 2,5 minggacha deb aytavering. Bo'ldi. Xullas, hurmatli obunachilar, shu gap bizlar podpiska bosib qo'ying, videolarni kuzatib borishda davom etinglar. Agarda sizlardan ham suvarka qo'ldan keladigan donishlarimiz bo'ladigan bo'lsa, yo'q bo'lmasa shu soha qiziqadiganlar bo'ladigan bo'lsa, videoni shu odamlarga yuborib qo'ying, inshaalloh shu odamlar foydali bo'ladi deb umid qilamiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling.